Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddesana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Hişam ibn Urvete an abihi an Aişete ummul mu'minin radıyallahu taala anha ennel Haris ibn Hişamin radıyallahu taala anhu se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Resulallah keyfe ya'tikel vahyu. Dedi İmam Buxari rahmetullahi aleyh. Hadis bayan qıpadi bizge Abdullah ibn Yusuf dedi, bu Abdullah haber verdi bizge İmam Malik, yani Malik ibn Enes. Bu adam Hişam ibn Urve'den rivayet kıldı. Bu Hişam ibn Urve olsa özündeki atsı Zübeyir ibn Avvam'dan rivayet kıldı. Bu Zübeyir'in Avvam olsa Aişe ummul mu'minin, müminlarınki anisi dep atalgan Aişe radıyallahu ta'ala'dan rivayet kıldı. Şunda dep rivayet kıldı ki cezmen Haris ibn Hişam sordu, bu zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap dedi ki ya Resulallah kandak silge vehi keldi. Yani vehi silge kandak keldi dep sordu. Sorga vaktimizde dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verip mene bazı vaktimizde keldi bu vehi mana qo'ng'iroqniki jarang'ishigan ovozi o'xshash holatda keldi. Bu qo'ng'iroqniki jarang'ishib kelgan bo'lgan bo'lsa, shu vahiyniki eng qattig'idir mana deydimdi. Mana eng qattig'idir. Undan keyin men ayrıldı. Bu vahiy menden ayrıldı. Vahalki cezmen katil olgan bo'limman shu vahiyden anda bir nimasiniki dedi o yalaq ferishta. Yalaq ferishta degan narsaniki o'zini men uni nima qilaman, qalbimga qochilib olaman. Yeni ba'zanda meni surat bo'ladi. Men uchun yalaq ferishta er kishi bo'lgan holatda surat popcho keladi. Kelgandan keyin keladi, shuni bilan gap qiladi. Bu adam mana bu ferishta gap qiladi va qochilib olaman, anda bilmasniki deydi u ferishta. Ferishta mana degan narsa men qochilib olaman qalbimga deydi. Dedi Ayşe radıyallahu ta'ala anha va jazman ko'rdim men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni tushudi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge vahiy bir kundagi so'g'ig'i bak qattiq edi. Men so'g'aq bak qattiq kunda Peygamber sallallahu vahiy tushgani uchun ko'rdim. Pes men aqdi va ayrıldı. Şu vahiy Peygamber sallallahu ayrıldı. Yani perişte ayrıldı. Ve cezmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki peşanesi her aynı aqdi bu peşane terni. Yani ter cihetten şu aqqanlığını men nima qildim, ko'rdim deb mene İmam Buxari men mushu sanatga asosan mush hadisni bizgacha muqaddida hozir divodu demdi. Biz endi Sahih Buxari degan hadis kitobni o'qib hozir ikkinchi darsga kelgan bo'ldik. Endi ikkinchi ders uchinchi hadisga, ya'ni ikkinchi hadisga kelgan bo'ldik. Ya'ni 3-kunniki ders bo'pti. Hozir endi biz bu birinchi babniki ustida ketib ortdik, ya'ni Kitob-ı Badil vahiyniki ya'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ya'ni vahiy Peygamberimiz qandoq keldi. Babniki tercümesi bu. Peygamber sallallahu vahiy qandoq kelish, ya'ni qandoq boshlangan. Ya'ni vahiyniki boshlanishi Peygamber alayhisolatu vassalamga men qandoq bo'lgan degan men mushu babga kelgan edik. Men kelib oldingi darsimizda men innamal a'malu binniyat degan bu hadisni keltirdi İmam Buxari. Endi İmam Buxari bu hadisni keltirgandan keyin jazman har qandoq bir amal niyatga bog'liqdir. Ya'ni niyatga asosan savob berdi, niyatga asosan durust bo'ldi ya durust olmaydi. Cezmen her qandoq bir kishiniki
niyet oludu. Yani bir işni qilishda niyat çok boludu. Unda oğadikin bir adamniki mene hicreti Allah dunyoga yani yetadigan pul mal dunyo olgan bo'lsa yoki bir ayolni olitim deganga bo'lsa u odamniki hijrat qilgan narsaga cho'p bo'ludi degan mazmundagi hadisini Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi men ashbobga birinchi bo'lib nima qildi keltirdi. Endi bu hadis to'g'riliq men ahkam uningdagi iborat uningdagi ma'ni lug'at ma'nisi deganidek buni oldingi darsimizda o'qigan bo'ldik. Hozir bu kayfa kana bad'ul vahyi ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yani vahiyniki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga boshlanishi men qandoq bo'ldi deb bir bab qo'ydi. Mazmun shu babning ichidagi oyat va hadisni u keltirman dedi Imom Buxoriy. Ondan oğandikin bu innamal a'malu binniyatda bu vahiyga aloqador bo'lgan hech qanday bir mazmun yo'q ko'rinishda. Bu qanday munosabat bo'ladi? Bekada munosabat yo'q narsa Imom Buxoriyda katta mujtahid hem imamın muhaddisin bo'lgan odamniki o'zi men bu hadisni keltiramdi. Hargiz keltirmaydi. Jazman buni nima va men munosabati cho'p. Bu hadis bilan babniki yani tercümetul bab bo'lgan babun yoki babu kayfa kana bad'ul vahyi ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan men mushu hadisga qanday munosabati bor? Desa jazman buningki nimasi va munosabati cho'p bor. Endi bu munosabatda mana oldingi darsimizda deb o'tilmadi hamda vaqt nima bo'lgandan keyin. Endi bu munosabatniki o'zi ulamolarimizniki ko'pincha sizga tushunishida Imom Buxoriy asli kitobniki o'zini mana shu oldingi darsimiz degandek bir xutb bilan boshlash kerak. Uning uchun jazman bismillah va uningdan keyin alhamdulillah deb cho'p bo'lishi kerak. Mana boshda Alloh hamd etish, uningdagi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga durud yo'llashdan iborat bo'lgan bu ishni cho'p qilish kerak. Endi o'ziga innamal har qanday bir shalliq ishniki o'zini degan bu mazmundagi hadisniki o'zi sihatga tarafga qarab yetmidi deb boshda qarasaqmi, lekin umum tarafda buni boshlash kerak. Endi Imom Buxoriy nima uchun bu hadisniki o'zini bu xutba o'qimay bu hadisni keltirdi? Mana ikkinchi hadisdan asab babga munosib bo'lgan narsa ikkinchi hadisdan boshlanadi. Başlanğandan keyin nima uchun orliqda yana hamma qo'yning o'zi qap-qora bir qo'y olsa, uning ichida oppoq bir qo'y yoki qo'yniki ichida bir o'chki olsa, u o'chkiniki o'zi shu qo'ylarniki qo'tan qo'ylarning ichida yolg'iz bir innamal amal chiqib qoladi endi. Hech munosabati yo'q. Yani oq qo'yniki oq qo'y bilan yoki qo'ylarniki o'zida o'chkiniki kelishini hech qanday o'chkiga ayirib turish kerak. Deganida qashtaning bo'ldi. Unda o'g'adikin deydi ulamolarimiz İmam Buxoriy rahmetullah alayh o'ziniki hadis Sahih Buxoriy degan kitobdan men bu hadisni akilishi xutbiniki o'rnida akagan. Tabarrukan. Nima uchun? Desa Imom Buxoriy deydiki, men o'sha hadisdagi umumiy mazmuniga o'xshash, umumiy mazmuniga asosan har qanday ishniki o'zi xolis bo'lish kerak. Xolis bo'lgan vaqtda o'zida Allah bu ishni o'z dargohida qabul qilib, mena oyatga asosan buniki berkitini berdi, qabul qildigan rozi bo'ladi. Mening buning mukofoti oxirat va dunyoda nihoyat jiqchuq bo'ladi. Uning uchun amalniki maqbul bo'lishi nima uchun? Mena amalniki maqbul bo'lishi jazman nima gap o niyati xolischoq bo'lish kerak. Faqat Alloh rizoligi uchun bo'lish kerak. Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din hunafa degan mush oyatga asosan mana har qanday men mu'min musulmon degan odamning o'zi har qanday ishni Allohga xolis niyatchi qilish kerak. Uning uchun deydiki Imom Buxoriy, men bu kitobni 16 yilda yozdim. Mana 600 ming hadisning ichidan tanlab, agar uni tanlama yozivergan bo'lsa, jiq kitob bo'lib ketdi deydi. Anda oğaniki men bu kitobni yozishimda faqat Allohniki rizoligini shu ko'zlab buni maqsad qilib buni yozdim. Men maqsad qilib yozdim. Meniki bunu da kitobni yozishda hech qanday Imom Buxoriy meni katta olim desin, voy andoq desin, mandoq desin degan asosli qilmadim buni, yozmadim. Degan mazmunda shunga bu innamal a'malu binniyatniki bu yerda keltirishniki sababi shu men musho
deb müştaqçu deydi. Şunuğa asasen yani bazı ulemalarımız her kandak yani bazı ulemalarımız yüzdeki kitaplarındaki baş terpide mesela biz okan yine Muşkat-ı Mesabe ve anladığı başka kitapta körgendimiz. Benim muşi kitapındaki mina aş beşida innemel a'mal bin niyet geliyordu. Neymiş kan? Yani demek çoğunu men niyetimni fakat Allah'ı halis kıldım. Ben orada ya riya, ya abru, ya inavet, ya pul tepip mıdak besip. Metba'da undakın maksedim yok. Dünya hiç kadar maksedim yok. Fakat Allah'ı halis çok kıldım. Çünkü kitap yeziş. Bu işinki üzümü bir emel. Emel boğandaki cezben yetkisi bağlılık. Unda boğandı değilmiş alımlar. Siz mi her kandak müştah bir iş kısınız. Sizdeki niyetin Allah için bolsun. Bu bir nime o ders ve nime o talim. Unda boğandaki hem yüzüncü nime kılış veya da uxturuş. Dep mundah nime kılıdı deylemdi. Unda boğandaki bu innemel amalunikin keype kâne bed'ul vahyi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen benim muşu babka onunki münasebeti men muşu yani hutbununki orada kelgen az hutbunun orada kelgen diken İmam Bukhari maun babu keype kâne bed'ul vahyi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka orada keliş gerekti. Yani babdinkin ekilipti çünkü kitabı bed'ul vahyidin başlaydı. Anda o anıkin şöyle kiliş gerekti de bazı ulemalarımız yani muşda bir itiraz mı çok kalı dendi. Şimdi bunun da yeni bir münasebet var. O münasebet kavun. Yani yeni bir münasebet var deydi. Bazı ulemalarımız bu ayet bilen bu tercüme babındaki münasebetindeki üzerine beni düşündürüp şuna dedi ki vahiyinki başlışı niyet bilen boğan. Vahiyinki başlışı yani boğan niyet bilen çok boğan. Çünkü niyet bilen bu işi neymiş kadar değmezse çünkü Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni tevhidga asasen nima qilgan yaratgan. Ya'ni asl yaratishda vujudida tevhid çok batı. Tevhid bo'lgandan Allah Teala mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tabiiy avtomatik holatda men but, shirik va gunoh degan narsani o'zini set ko'radigan bir holatga ekan. Ya'ni avtomatik holatda mana payg'ambar bo'lishdan oldida u gunohni ayadi tutsin, hattoki bir qata mushundaq yalaqi naqshi musiqa deb qiladigan ishda so'riga arıqchiga bordi desam avtomatikali xudoyimishni ular bir yerda o'qitib qo'yib deb ishda bo'lgan. Ya'ni mushunda nima bo'lgan, ish yo'q bo'lgan. Endi ish bo'lgandan keyin Alloh taolo mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men o'zniki mushu niyatiga asosan mana birinchi bo'lib payg'ambarlarniki birinchisi bo'lgan ru'ya solisini shu hadiya qilgan. Ya'ni Alloh taolo unga inom qilib bergan. Ya'ni birinchi qatim vahiy kelishi oldida tush ko'rdi. Tushuniki o'zi as qopsa avtomatik aynan qandoqki tang assa appoq kelganda aynan bo'ldi. U ko'rgan tush aynan bo'ldi. Ya bunda degan shundoq bo'lib qoldi. Meni shundoqcha bo'ldi. Endi buni bu ish bo'lgandan keyin şununla andaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni kandak kıldı. Onu dedi ki Peygamberimiz şu tutmay. Beni Peygamberimiz tehimun niyetine bütün vücudu halis kılıp Allah Teala'ga yüzüne bir mezgil. Bazı rivayette 5-6 ay. Beni gari hirada yalğız Allah'a ibadet kılış için mağdı. Yani ibadet kılışta şu vakti yüzüden vehid düşümüsümün İbrahim Aleyhisselam'daki Hanefiye deydiğen müşid diniga asasen ibadet çok kılıktı. Yani 5-6 gün, 5-6 ay ya bir qancha ay yoki bir qancha kun aşağıda nima qilgan ibadet çok qilgan. İbadet qilgandan keyin Alloh taolo meni bu odamniki mushu niyatini meni qabul qilib, shuningla bu Alloh bergan bu zotga meni tush ko'rsa aşağı hamma narsani aynan bu ishda mushu berganlik bir ne'mat. Uningki bu ne'matni rasmiy tamom qilishi uchun Alloh taolo nima qilgan andan keyin payg'ambarlikni yani vahiyni bergan. Yani demek vahiyinki başlışı niyetinki pakiz oluşu. Çünkü Allah Teala her kanda bir kişiye ilim muhab yoki ilham yoki vahiy deydi yani yuqorisi bunda buluşluk o'zi o qalbning o'zida paskina en yuqori paskina nima shirk, kufr va undan keyin hasad, chidamaslik va ko'rolmaslik va dushman ko'rishdan iborat bo'lgan ruhiy ma'naviy mushunda bir kasal bo'lgan bo'lsa bunga bir vahiy degan
bu pakiz narsa u yerga tushib bermaydi. Ya'ni demak, Payg'ambar alayhisolatu vasallam vahiysindagi o'zi nima bilan boshlangan deydi Imom Buxoriy? Niyatniki pakiz bo'lishlar uchun boshlangan. Shunga Imom Buxoriy bu yerga innamal a'malu binniyat degan men mush hadisni babniki 5 g'ala yoki olmaydi mush kitobning 5 g'ala nima qilgan uni keltirgan. Ya'ni mushuncha wala hadisning o'zini Alloh taolo mushundaq payg'ambar qilib inom qilib Qur'onni tushirib qilishlik o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamnikidek ashaq qalbingiz men ashaq pokiz bo'lsa sizga payg'ambar kelmaydi. Shunday bo'lsa uningdan keyin sizga Alloh taolo men payg'ambarlarniki rasmiy ilmi bo'lgan varasatul anbiyoga asosan mana ilmiy ladunundan iborat bo'lgan bu ilmni sizga nima qiladi? Shunda yebichib qilib berdi. Siz shunday qiling, siz mana shunday ibodat har qanday ish qilsangiz Alloh rizoligi uchun buniki manfaati nima bu yerda ba deb mana bu hadis bilan bu yilqi tarjimatli babniki ikkisidagi o'ttirisidagi munosabat men musho deb nima qiladi? Ba'zi ulamolarimiz men mushtaq nima qiladi? Bundan qaraydi. Endi endi bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki mana shu yeni bir olimlar yeni bir boshqa har xil nima qiladi? Yeni bir bu hadis bilan tarjima babniki o'ttirisidagi munosabatniki o'zini bunda deydi bir ba'zi olimlar chetiqliq jazma aloqasi bor deydi. Ba'zi olimlar shunday deydiki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yüzüge peygamber buluşninki mine peygamber'ninki yüzüge karışsak peygamber buluşninki başlangıçının boğan hicret bilen boğan. Ne hicret kılış? Men Allah Teala'ga mine aş gari Hira'da fakat Allah'a halis ibadet kılman dep Mekke'den bir qancha kilometr janubdiki mine aşu gari Hira'da sur tegili bir yavani şu gari Hira'nınki yüzüde Peygamberimiz yalnız Allah'ını dep nima qildi u yerda mana u yer uydan bir qancha kun bir qancha oy deganidek ibodat. Bu nima yüzdeki asl vatandagi yüzüden ayaga hijrat qilishdan iborat bo'lgan narsa u yerda nima qilgan boshlagan. Ya'ni vahiyniki boshlanishi debdi şu İmam Buxoriy mushu innamal a'maludagi ayat kelgan mana hijratniki nemisi men Allah uchun bo'lsa Allah uchun bo'ldi deb mana hijrat Allah uchun bo'lgan. Bu yerdeki hadis bilan bu babdaki tercümesideki meni bu yerdeki munosabat mush to'g'ri kelib, andaki vahiyniki boshlanishi hijrat bilan bo'lgan. Mana o'qib qo'yinglar. Hijratsiz hech qanday bir ish yo'q bo'lmaydi deb men mushtaq nima qilgan ina mushu mazmunni tushuntirgan. Amaliyoti to'g'ri demismi buniki. Ana demek İmam Buxoriyniki mushu kayfiyatni badu vahiy bilan innamal a'malu binniyatniki o'ttirishga shu munosabatni o'limimiz mushtaq shar'iy degan. Yani demek İmam Buxoriy cazmen onun başka bir qancha yani mazmuni deydi. Cazmen bunun da xali emas. Beka bu kitapniki 5 g'ala mana bu babni bekib hiçbir ko'rinishda bir aloqasi yo'q. Buni ekib qo'ymaydi. Menimcha buni ekib qo'ymaydi, uni da men ekib qo'ymaydi. Endi yeni bir nima kelsak, yeni bir munosabati bor deydi ulamolarimizniki ba'zisi. Bu munosabat qavur desa İmam Buxoriy yüzdeki kitabini vahiy bilan boshlandi. Endi chunki oldingi darsimizda vahiy degan hamma narsa shu vahiy bilan bo'lgan. Shu vahiy bilan payg'ambar bo'ldi, vahiy bilan islom din shu jabbarlik keldi deymiz. Iymon, islom, namoz hamma narsa vahiy bog'liq. Shudan chetildi, andikin islom din burun yo'qdi. Men islom din aburuq payg'ambarning bo'lsa-mu, lekin islom din deydigan İslam deydigan dinniki davomini Muhammed Aleyhisselam uchun bo'lgan. Bu vahiy bilan shu nima qilgan bundan vahiy bilan bu yerda shu bo'lgan. Anda o'g'andikin vahiy bilan boshlagan bo'lgandikin vahiy bilan biz oldingi darsda degandek ikki xil. Birisi vahiy matlu, yana birisi g'ayri matlu. Endi vahiy matluniki mana bu Qur'oni Karimniki vahiynikidagi boshlashdagi o'zi g'ori Hiroda bo'lgan bo'lsa, ayni zamonniki o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sunnati vahiy. Men bu vahiyniki üzümü, mena vahiy, mena sünnet, innamal a'malu bi peygamberin ağzı çıkan bir sünnetninki ma'nisi, yani Allah Teala'da kelgan nima bu? Men bu nima bu vahiy. Anda o andiken men mushu sünnetmi? Men vahiy, mush sünnetmi vahiy bo'ladi? Mushu vahiymi? Men Qur'onniki vahiy qilganda shu vahiy bilan nima qilingan, boshlangan. Deb men ba'zi ulamolarimiz men mushtah nima qiladi? Endi bunda
Vahyiniki o'zi sunnat nima? Qur'oni Karimniki mubayyini. Qur'oni Karim vahiy, uniki izohati va sharhi va amaliyotda qanday ekanligini isbotlab xalqqa ko'rsatib beradigan birdan-bir narsa nima? Payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zi qilgan amali va haqchu degan so'zi. Unda u ekan bunuga asosan uniki uniki mubayyini va uniki sharhi bo'lgan ekan bu e'tibordan nima deymiz? Uniki o'zida mana bu e'tibordan ham shu hadisning shu oyatdagi o'zini Peygamber sallam yüzdeki ameliyat arqılı başlap qilib bergandan yani demek sünnetlik üzümü men müşahede nima qilgan vahiy arqılı çok başlangan. Mana o'qu debdi men hozir o'qiymiz dersini. O'qu debdi men o'quvchi emasap andagi iqra degan o'qishniki o'zini ham o'qiysan buni dekin. Dedi o'zi Peygamber sallam o'qidi, o'qigandan keyin o'zi og'zida o'qidi vahiyniki nima uniki haqi deb berdi. Mana yani demek bu nima? Yani bir dini ilimsiz okusanız, onun dekin derhal onu kosak solap yatmay, tuğmay, onu yetkisiz. Yani demek, ben muşu sünnetindeki üzümüm, ben muşu nimeden başlanğan, ben muşu vahiyedinki üzüden, ben başlanğan izahatı bulup, ve onunki çoğu, ben mübeyyini ve ameliyeti de real dünyada köz ibaret doğan, ben muşundak iş çoğu boğan, deyip, ben muştak çoğu ne kıldı deydemdi. Hem de, yine aldığı dersimizde degandek bu hadis katta bir hadis. Yani üçten biri deydi o dini İslam'daki umumi talimatındaki bazıları men tötten biri degen men ölüm alırımız var. Hatta ki bazı ölüm alırımız bu hadisteki üzerine men 70 tane babның içi kirdi. Yani cık demek. Hem de o aldığı derste biz bunu dep bulduk. Hem de bu yerde üçten biri deyişindeki üzerine çünkü emel umumi tarafta qaragan vaqtda o'zida 3. Birisi qalb, yana birisi til, yana birisi a'zo. Unda o'zdan keyin niyat nima? İnnemal amal niyat yani 3'ten biri şu. To'g'ri keldi. Bu xato şu emas. Va unda boshqa 4'ten biri deydi. 4 tane hadis var. Bu asas shuning markazida deydigan. Bu nima şu. Mana tunugin bu munosabat ustidan to'xtalmabdik. Unda o'zdan keyin bu hadis bilan tunugin o'qigan hadisniki bab bilan bo'lgan munosabati şu. Endi İkinci hadisi geldi. İkinci hadisidan İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi deydi ki bizge Abdullah ibn Yusuf degan men bu adamniki o'zi bizga hadis bayon qilgan ustoz ekan, shayx deymiz. Bu Abdullah ibn Yusuf degan adamniki o'zi bu Dimashq Suriyalik adam ekan, Misrda yashab o'tgan. Bu muhaddis alimlarning hammasi degidek bu katta alimti deydigan mushtaq tushunchaga ega ekan. Endi bu Abdullah Yusuf degan adam, yani İmam Buxoriyning bir shayx bo'ldi, yani ustoz bo'ldi. Bu adam dedi ki, xabar verdi bizlarga Malik ibn Anas. Malik ibn Anas rahmetullah alayh 4 imamniki nemisi o biri. Mana bu imam, mana İmam Buxoriyning nemisi ustozi. Yani İmam Malik ibn Anas rahimahullah. Mana bu adamniki o'zi İmam Buxoriyniki ham ustoz oldu, yani tabiinniki qatoridan, tabiinniki qatoridan. Endi bu adam Hisham ibn Urvadan rivoyat qildi. Yani Hisham ibn Urva o'ziniki otasidanki Urvat ibn Zubayr. Urvat ibn Zubayr ibn Avvamniki nemisi o bolasi. Hisham o nemisi o'g'li Urva, uniki nevrisi Hisham ekan. Endi bu Hisham Ayşe radhiyallahu ta'ala anh'niki nemisi oludu o çevre ciyani oludu. Nevri ciyan zaten şu Urva radhiyallahu ta'ala anh'ı. Endi Hişam'dan rivayet qildi. Hisham bo'lsa o'zidagi otasi Urvat ibn Zubayr ibn Avvam bo'lgan bu adamning o'g'li buni rivayet qildi. Men bu rivayet bu adam deydi ki Ayşe'den rivayet qildi ki bu Ayşe ummul mu'minin bo'lgan kishi. Yani mu'minlarning nemisi o anisi. Bu adamda mu'minlarniki anisi dedi. Niçin mu'minlarning anisi deymiz? Çünkü Allah Teala ve azvacuhu ummahatuhum degan nima ayet var. Mana payg'amberniki ayolları, mana ayolları musulmonlarniki, mu'minlarniki analarıdır dedi. Endi ana deganimiz bilamiz. Ana deganiki o'zi bu yerda eptigishish va hokazo kishniki o'zi bu nima haram. Haram bo'lgan nima o ana, yani apamiz bunda bo'ladi. Endi bu yerda udan o'chog'imizda apamiz o'g'ani bir yer mansaq, tursaq, uyda yashsak bo'ladi, bu yerda umumiy tarafda bo'ladi. Lekin
Bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki mana bu ayollarniki o'zini mu'minlarniki onasi deyishi aslida bu yerda umul mu'minat deyish kerak. Umumul mu'minat deyish demak umumul mu'minin deyishniki o'zi mana er kishilarniki o'zini ayollarning o'ziga g'olib, ya'ni tag'rib deydigan bir odat bor arab tilida. Yani ikki narsa birisi olsa birini deb ani shuni qatori qilib qo'ygan, chunki ma'lum bir qadar yuqoriroq bo'lgandan keyin deb bu e'tibor bilan hammani o'ziga oladi. Ya'ni umul mu'min degandan umul mu'minat demakchi shu emas. Ya'ni ayollarniki onasi demakchi shu emas. Endi bu yer qanday umul mu'min bo'ladi? Unda olsa o Peygamber sallallahu ayollaridan qolgan mu'min erlarning o'zi mesela yalg'ash, cheche ya u ya bu yerda shunday qilib o'yda yashab qilsa yoki safar qilsa bo'lamdi? Yo'q. U tarafchi bo'lmaydi. Bu yerda mu'min bo'lishi, ya'ni uni qandaqki siz oppangizni qandaq hurmatlagan bo'lsangiz, siz uniga nima qiling, hurmatlan. Uni qandaqki oppangizni olsangiz uni qilmaydi, ilishki qattiqcho bo'lmaydi. Deganlarda men mushu mazmunda opangizga o'xshaydi bular degan gap. Ammo yin bir tarafdan siz uni qattiq bir yerda to'siz bo'lmaydi. Ham uni bir yerda safar qilsangiz uçağın özü çok bo'lmayman apam bo'ldi deb. Bu taraf uni ishi olmaydi. Fakat adıdığını men ularni hurmatlash, ularni mena Peygamberim o'lib ketgandan o'qituvchilar elishniki o'zi nima u haram. Men bu e'tiborlar shuni Alloh taolo nima dedi? Azvajuhu ummahatuhum deb mena Alloh taolo mushtaqchi dedi. Shuna İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu taoloning o'zini ummul mu'minin deyishga sababchi shu. Mena shuna deb rivoyat qildiki jazman Haris ibn Hisham radhiyallohu taala anhu so'rdi deydi. Endi Haris ibn Hisham bu bir Abu Jahl degan eng ashaddiy kofirniki bu qarindishi ekan. Bu qarindishi bo'lib bu Fatih kunniki o'zida meni musulmon bo'ldi ekan bu. Musulmon bo'lib, men bu keyin shu musulmon bo'lishi e'tiboridan bu sahobalarniki eng katta kishilardan aylanib, men bu odam musulmon bo'lgandan keyin yana shu yerga kelib qolmay Onun için etrafı çıkıp Muşi Şam, Irak'ni fethi kılışta asas rol oynayan adamken. Ben asas komandan bulup, ayakaza olup, şuna bu adam şu yılki Şam'ni fethi kılış. Yani hazırken Şam diyarı deyimiz, Şam deydi uçağımızda. Şu Suriye, Palestin, Lübnan, Ordon, hazır İsrail besi var. Şam'da atıldı. Ben o şeyle fethi kılışta bu adam alaydır oynayıp şu uğuşla fethi kılış. Şam'ni, Palestin'i fethi kılış jarayonida bu şey tüp kedik. Urushda bu adam. Endi men mushundaq musulmon bo'lsa ashtaq odat oluyor, rasmiy shu manfaat bo'lgan. Shuni bilan deydi Ayşe, mush Hisham degan adam meni Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'den so'ragan ti deydi. Endi so'ragan ti qanday so'ragan? Bu so'raganning o'zida men zohir qolsa hozir yani Ayşem, Hisham Peygamberimiz mush gapni so'ragan vaqtda yenidi bati degan nima chiqdi bu yerda meni gapcho chiqdi. Endi bu yerda mushunga zohir qaragan bo'lgandan keyin ko'pincha o'lmalarimiz men mushunga qaraydi. Ras Ayşem bati masalan bu hicratniki mesela hicratniki mesela 10. yıl musulmon bo'lsa 10. yıl musulmon bo'lganda Peygamberimiz ayolim shu chaq borgan, balki shu Makkada 3 kun bir qancha kun qolgan. Unidagi balki shu chaq so'rgan bo'lishi mumkin shu chaqning o'zida yanida. Men bu e'tibor bilan mushtaq nima qilamiz uni deymiz. Endi yeni birisiga anladiki Ayşem bu yer bo'lmay, o chaqning o'zida Haris ibn Hisham degan odamniki o'zi meni Ayşemga keyin mushtaq xabar berishi mumkin. Bunun mu ihtimali var? Uçağın özüden Mahilsin özü mursel deyimiz. Uçağında mursel sahabe dep nim kılıdı atıldı. Yani mursel sahabe degen murselinki sahabe dep mundak atışniki özü manı varis dep bemey yani Haris Hisham dep bemey onu ne kıldı onu sordu digendeki es dep biriş gerekti uçağın muttasıl oldu. Endi bunu Hisham müştak kıldı digendeki Hisham'daki gibin ardın üzületipla andaki Hisham'dan da kıldı bu mursel. Buludu yedisi mursel aştaq oldu. Men müştahni bo'lgan buludu uçağın özüden. Uçağın özüden meydan bu yesindeki özün sahih dep nem kılımız onuğa qaraymiz. O yanıkı munkati. Çok bo'lmaydi endi. Şu an Hisham endi bazı rivayette bunda deyishlikka o'zi yeni bir bazı muhaddis olimlarniki men mushu rivayetga asosan bu yilki
Rivayetga asosan uçağınızda Hisham ibn Urva degan adam başka bir rivayette men Peygamber'im sordum degan bir rivayet var ekan. Şunu bu gapni aşağı deyilayotgan gapço bo'ldi demdi. Endi bu yerda Peygamber'imden sordu ya Resulullah sizga vahiy qandoq keldi? Vahiy qandoqligini javob qaraymiz endi. Anda oldiki vahiy qandoq keldi degandan vahiyniki kelish jarayonini desoldi. Lekin Ayşe bu yerda men Peygamber'im vahiy tushgan vaqtida shundoq so'g'oq bir vaqtida peshoni ta'kib men mushundoq bo'lib ketdi degan vahiyniki kelish emas, vahiyniki qilingan adam, ya'ni Peygamber'im ustida shu bo'lmi to'xtaldi endi. Ya'ni demak bu yerda am bir savol bo'ldi. Endi kayfiyat, ya'ni. Endi ba'zi ulamolarimiz shu bu yerda qandoq keldi vahiy degan Peygamber'im vahiy degan mushtaq keldi degandan mahirsinki o'zi babga nima emas, o munosib emas. Chunki babda nima deydi o? Vahiyniki kelish, vahiyniki boshlanishi bo'ldi. Bu yer boshlash gap yo'q. Ya'ni vahiyniki yeni bir holati borki, ya'ni kelish holati so'radi. Unda uni bu yer qayerda munosabati bor deb bunda bir ba'zi ya'ni olimlarniki shundoq e'tiroz qilgan nemisi bor. Meni so'zimni cho'p bor. Endi u yerda undaq emas. Yani o yerde biz aldığımız dersimiz bed'inin yüzey başlışı emas. Yani bu başlıştan biz düşengen umdum an. Yani vahiyga alakadar olan barliq ishlar qandoq bo'lgan, qandoq paydo bo'lgan, qandoq vujudga kelgan. Buni nima qilib bu yerda ko'zlaydi. Uni olgandan bu ma'nosi bu bo'lgandan keyingi hadisning hammasi buning ichida cho'q daxil. Munosabatsiz cho'q yo'q deymiz endi. Shuning bilan dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qandoq keldi, mundoq keldi. Ahyanan bazı vaqtlarda keldi şu vahiy mana qo'ng'iroqniki ovozi o'xshash mushtaqchuk keldi dedi. Endi bu yerda ahyanan degan nima? Ahyanan jam'i. Uniki mufradi nima? Hinun. Hinun ahyanun degan. Hinu degan nima? Mutlaqo bir vaqt, ya kecha bo'lsa, ya kunduz bo'lsa degan gap bo'ldi. Endi unda bo'lgandan ba'zi vaqtlarda deganimiz Uyg'ur tilida shu. Anda bu zarb bo'lgandiki bu zibar o'qishi sabab uniki omili keldi kelgan nima yatini degan shu fil muzarib bu nima omil. Uni nima qil deymiz, uni zibarchi o'qitdi deymiz bu zarb bo'lgandan buniki zibar o'qish zarbga asosan bo'ladi. Endi misla salsalatil jarasi. Endi misl degan o'xshash, salsalat degan nima? Salsala degan sir yaraqi jarang da kan ovozingizni salsala deydi endi, salsala deb. Jiring bir narsa qo'ng'iroq bir narsa ursa ashtaq keladi. Jaras degan qo'ng'iroq, ya'ni hayvonniki beshiga bo'yniga esib qo'yilgan bir odat va bu odat jiring biz molchilar mashtaq qilib qo'ydi. Ya, buni nima deydi? Uni jaras deydi. Endi shu vahiyning o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga qo'ng'iroq jarang o'xshash keldi ekan. Ya'ni qo'ng'iroq jarang qanday ekan? Endi bu kelgandan endi bu yerda bu bir sir. Bu sirniki o'zini shu kelgan odamniki o'zi va evatgan odamniki o'zi kishi, ya'ni Alloh biladi. Ammo Payg'ambar bizga shaklni deyotdi. Endi bu mundaqul deb tushirib, endi buni lug'at ma'nosi zodan maxfiy gap qilish, ya'ni gap qilgan odam gapning shu odamniki o'zi ikkisini o'qidi, qolgan odam o'qimaydi maxfiy yani. Buniki qandoq gap qilganligi o'zi bizga nima noma'lum. Bu jazman shu bo'lgan. Endi bu demak bu vahiyning o'zi qo'ng'iroq o'xshash keldi. Jarang kelgandiki, ya'ni bu nima uchun bunday keladi desa, ya'ni diqqat qil. Ma tavanda devatgan, ya'ni demakchi bo'lgan mazmun bunday muhim deb shunga u yerda Payg'ambarimizni qalbini o'g'itib, men mushu jahdi mushtaqchi keldi dedi. Endi yana deydi Payg'ambarimiz va va ashadduhu alayya. Meni bu qo'ng'iroq o'xshash kelish menga shu vahiyniki eng qattiqdir. Endi vahiy demek en qattiqdir demek, yani isim tabzir. Anda o qattiq o'g'ini var ekan. Yani vahiyning o'zi Payg'ambar kelgan qattiq kelgan. Chunki nima uchun qattiq? Chunki mushlar qo'ng'iroq deb kelgandan keyin endi inson so'rtida bo'lib, kasimi uni nima deganligini, uni nima kelganligini, qanday kelganini o'qilib endi deydi ana. Anda o'g'aniki buning ichida u gapni tushib o'qib uni bir diqqat qilmasa tuyuqsiz keladigan gap ishda qanday vaqtda kelman o'qimaydi. Kelgan o'g'imishda diqqat qilmishda keladigan gap anidiki buning ichidan u gapni yana Payg'ambar o'qib uni qalbiga nima qo'yish, uni saqlab verish bir gapdan shu bir ig'ir masala bu. Bir qatam o'qiydigan gapda hamda biz hamda kitob o'qisak, diqqat qilib
bir qancha qata o'qib tahrab yodib olgan gap. Payg'ambar birini o'qiydi, ani Jibril alayhisalom shuna bu cho payg'ambar qochilib olgan gap qalbiga keldi. Deydi. Va jazman qochilib olaman shu vahiydan anda bir nimasidagi jirishib degan vahiydan anda bir nimasi dedi payg'ambar elchi ya'ni perishta. Ya'ni demak vahiyniki o'zini shu perishtaniki so'zi deb boshqa izofat qilibdi. Anda keyin Qur'onni payg'ambarning perishtaning so'zi desak bu bo'ldi ekan. Yana bir xil kelishi bu. Endi yana bir xil kelishi var. Yana bir xil kelishligi o'zi meni suratga keladi, men uchun yiliq perishta. Eliflamdagi al-malik nima o? Zihni xorici. Yani ahd uchun deymiz. Bu yerda yiliq perishta kim o? Yiliq perishta? Yani şu Jibril aleyhissalatu vesselam men bu kishi bo'lgan bo'ldi endi. Jibril aleyhissalatu vesselam. Endi Jibril aleyhissalatu vesselam bo'lgan bo'ldi. Buniki eng qattig'i mana Jibril aleyhissalatu vesselam mana nima qildi? Ba'zi vaqtning yuzida har kishiniki so'ritilib, meni nima qilgan gap, kelgan degan gap. Endi bu yerda endi tamassala yetemassalun degan gap kelsak, misldan nima qilgan ishtiqoq qilingan. Ya'ni mas'uliyatimiz o'xshash bo'lgan gap tamassalaga suratga keldi degan gap bo'ldi. Bu yerdagi ilmlarning o'zi meni ahdi uchun bu nima kimniki? Jibril aleyhissalatu vesselam ninki o'zi uchun shu dedik. Yani demek muşu yedis asasen biz imanimizdeki mena amantu billahi ve melaketi degan ikkinchi o'rin turgan perishtaniki o'zi, yani demek o'ziniki ixtiyorida qanday xohlagan suratni nima qila oladi ekan, uni bila oladi ekan, bo'la oladi ekan. Yani avtomatik holatda o'zi ixtiyor qilgan. Yani har kishi surat tutibdi. Har kishi surat vaqtida Dihyatul Kalbi radiyallahu ta'ala'nın surati bo'ldi ekan, ko'pincha vaqtniki o'zida. Mayadan mutlaq bir adamniki surati keladi ekan. Men surati kelib, yani adam shaklda, chunki payg'ambar o'qidim buni. Chunki hech bir tonish bir adam bo'lmagan ekan, men bu e'tibordan nima qilib qolgan gap o'chan o'zidan buni uchun qilib qolgan. Endi perishta mana biz nima deymiz? Alloh taolo meni bu yaratgan bir ustun tarafda turgan, eng oliy tarafda turadigan, Allah'ın fakat emrine şu itaat kılıngan bu cisim bulup nait latif. O cisimdeki özü nait inçke. Bizdeki küzümüz, bizdeki kolağımız onu bilişkiço kudret yetmeydiğen bir cisimden ibaret olan neymi o? Elsamın latifetun min muşnudin yani nurdin yaratılgan ço bir mehluk. İşte hemen mehluk. Biz müştahim kılımız onuğan min açtakço, depço, itikatço kılımız. Şimdi bu özünki ihtiyarı olan her xil şekilde nima qila oladi, uni cho bo'la oladi. Har xil shaklda zot bo'ladi. Bedam o shakl, bedam 600 dona mesela qanotli qilib keladigan gap. Men har xil mushtaq nima bo'lgan gap suratga asosan cho bo'ladigan gap. Endi tayukallimuni. Men mushtaq kelib anadekin bu perishtan o'zi menga nima qiladi? Gap qiladi. Yani gap kallama yukalli menga deydi. Digen deyken, anı deyken neyim oldu uçan yüzde kaçılı var hemen. İyi digen bu fil muzari mutikellim nime on vakte. Yani va ya i. Va ya i digen neyim bu lepip boğan buludu hem paniki baraberde her pillet hem lamniki baraberde her pillet gelgendiki iki tarafta her pillet oğan buldu. Anda oğan diken va ya i oğan buldu. Va yasi yav iyo bo'lgan bo'ldi-da, buni nahviniki qoidasi zot va nima uchun tushib ketdi edi. Va'yan vi'aun dedi qacha. Deydi ana bu qacha, ya'ni chunki qachalar binasi qo'shsa uni qachilib olgan narsa shu vi'a deydi. Ya'ni men qachilib olaman, qalbimga degan gap. Ma yaqulu anda bir nimasidiki u iymon nima yo'q ferishta degan narsaga o'zini men uni qolaman, qachilib olaman deb. Endi ba'zi rivoyatda bu yerda bu adam surat olup onun deyken o adam bana diyen bolsa bu şu vahiyniki en asili deb rivayet varken. En asili deydi. En qattığı jiringishib ro'kan çünkü onun için nemi gelgan uqmaymiz ya, jar işini bir gap qilib bilmaymiz. Voy nemi deysa deb. Yani bu adam suratib kelgandikin adam bo'pti deb gap mudaq bir qildigan gap. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana bu en asili. Çünkü nemi degan ishtiqli o'qidi da endi bu endi. Endi bu yerda
kaçılıp alımen anda bir nimesi deydi dedi. Ay yukarıda mazi keltiydi. Yukarıda vakat va'aytu anhu ma kâle. Manada fa'i ma yakulu. Fa'i ma yakulu. Fa'i mu muzari, yakulu mu muzari. Ay yukarıdaki de va'aytu mu mazi, kâle mu mazi. Bu nima shunda keltirse çünkü yukarıda men ağırlıp boğandaki ben onu kaçlap qo'yaman. Yani kaçak shunda kep qoldi deydi, tugidi. Manada bu nima u gap qildi duvadi demni. Bunu gap qildi, gap qildiki o adam deydi degan narsa men qaçılıp olaman. Yani şu an ma ahval bu yerda istiqbolni bildirgandiki şunu payg'ambar bu yerda nima keltirgan u yerda muzaricho keltirgan deb men mushtahni qilamiz unuga deymiz endi. Bu yerda bu yilki oyada fayuqsamu anni yoki fayuqsamu fas degan gapniki o'zi aslidan ayrıldı degan gap bu nima bo'ldi tapassut. Asli bir narsa ichiga bir qon yoki jasaddan ashta chiqqan bo'lsa, o'chani chiqarish uchun qilgan aşı nimani shu sanchib yoki bir narsa qonni o'zini past deb ashtacha nima qildi ataydi endi. Bu yuqoridagi men shu va ayayi deganniki ham bildim. Endi dedi Ayşe radhiyallohu taala anhu. Endi dedi Ayşem dedi. Bu yerda dedi Ayşem degan kim dedi? Meni bu yerga qarasak İmam Buxoriy rahmetullohi alayh shunday dedi. Dedi Ayşem dedi. İmam Buxoriy meni tarixi hijriniki 194-yili tug'ilib, meni 256-yili bo'lgan vafot bo'lgan. Ayşemcho tarixi hijrining 59-67-yili şu bu ayol hijratdan bir 6-7 yil burun tug'ilib, o İmam Buxoriy tug'ilishdan bir 2 avlod burun o'lib ketgan. Unda o'g'aniki bu chanusida İmam Buxoriyniki qolat deyish bo'lamda. Bu nima u munqati. Chunki İmam Buxoriy Ayşening o'ttirsa 2 avlod var mesela rasmiy. Bu 4 avlod var. 3-4 maydis qasasan 5-6 yani 3-4 avlod yo'q bir adam. Degandekin Mayetseki özünü biz nim deymiz? Dedi Ayşem degandiki İmam Buxoriy deydi. Dedi Ayşem ya dedi bana depbedi degan gap bo'ldi. Depbegan emaslik yazdım degan gap. Ko'rinishi bu. Lekin İmam Buxoriy Mayetseki o'zida sanatidan degandekin, sanatning ichida Ayşemdir rivoyat qilgandekin, ya'ni Ayşem degan yuqorqi sanatga asosan. Unimi o sanat? O sanat mana bizga Abdullah Yusuf dedi. Abdullah Yusuf andiki bizga dediki İmam Malik xabar verdi. İmam Malik Urva ibn Hisham ibn Urva bu adam atsosu Ayşem'din. Diğer muş senetki asasen yani muştaq bir senet var bunun da yani silsile. Şunu asasen İmam Buxoriy yani nimizde bu yerden İmam Buxoriy yani şundaqçı dedi. Dep nimi dedi? Ve cezmen Ayşem şuna dedi ki cezmen köttüm ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni düşüdü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy bir kündüki soğuk nayet kattık. Endi bu yerda endi fil yevmi şedidil beridi. Endi bu yerda fil yevmi şedidil beridi. Anda oğandaki fil yevm muzat car mecrur avun yenzilu deganga atfi. Yani düştü Peygamber sallallahu vahiy düştü qattiq kunda. Onun mutallaqi yenzilu. Yevm muzab eşedid muzafun ilay. El-berit yine eşedid yine muzab. El-berit yine el-bert muzafunçu ilay. Endi yevm muzab bo'lgandan uçan o'zida bu yevm muzab bo'lgan ismga nima kirmaydi? Aslida ilqam kirmaydi. Nima uchun ilqam kirib qoldi bu oydan? Mana biz nahviy qoidada o'qidik. Agar şu muzafniki özü ya muzafın iliplan bolsa, o bir muştaq bir sifat olgan bolsa, onu da iliplan bolgan bolsa, o çağınızda muzafqa iliplan kirişçi boludu degan aştaq nemedi var qayda. Bu izafat manevi emas, izafat neme o lafzi. Yani lafzide izaf qilgan gap. Yani lafzimizde gap oson bo'lsin. O çağınızda fi yawmin nima deydigan gap undaki shadidil bardi deb uchoqda deb bo'lgan ekan. Pil yawmi shadid deb qo'shib qo'ysak oson deb qo'ysak shu deydigan gap. Endi yeni birisi lekin muzab yani ashadid
bu hem muzaf as kirmesi kerak iliplam. Çünkü şedid degan isim bu sifat doğan buldu. Onun için kirmesi kerak. Mesela Hasanul Vecih'de. Endi bu Hasanul Vecih'niki özde El Hasanul Vecih deb iliplam kirsimi bu bir işini qildi dedik. Şuna asosan bu yerda iliplam nima qildi? Kirgan çok bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerda El-Bert. Bu yerda sakin bilan o'qiymiz. Bert degan so'g'oq degan gap. Barat deb raniki zibirlar kelsa, uçan o'zida bu nim bo'ladi? O tula. Tula degan mundaq ma'noda bo'ladi. Unda o'g'andan keyin meni bir kundagi so'g'i qattiq edi. Ya'ni so'g'oq qattiq kunlarda meni shu payg'ambarga meni firishta nima qildi? Keldi. Ya'ni vahiy tushdi deydi. Tushgandan keyin fayafsimu anni. Endi fayafsimu anni yani ayada fayafsimu deb bor. Bunu da fayafsimu yoki fayupsimu deb yani ayrılıtı depmişler fayetefessabu deb bor. Past degan gapning o'zi odamning badanini cheki bir yani o da jengida bina chiqish orqa qonni chiqarganning o'zi nima deydi uni past deydi. Rukun urganda nimani? Mana ayrılıtı. Çünkü kan ayada ayrılgan bo'lsa, joyining o'zidan qon ayrılgan o'zi past. Mana bu firishtaning o'zi payg'ambar sallamdan ayrıldı. Ayrılgandan keyin jazman payg'ambar sallamniki meni peshona. Jabin degan yani ko'rinadigan narsa yani peshona degan gap bo'ladi. Peshonasi la yatafessadu. Her ayna aqdı. Yani ayrıldı. Tafa'ala babından o sulasi mujarratniki nemisi kelgan. Unda o'g'andagi tafessada yatafessad sala den yani ceset degan gap. Jazman aqdi bu terniki o'zi bu yalaki ter nima bo'lib o'chan o'zida peshonasi ter bo'libchu aqdi. Peshonasi yo'l mushtaqchu chiketibdi shu payg'ambar aş kelib bo'lgandan keyin andiki mundoq qarsam aş peshonasi mushtoq talab mushtaqchu ketdi. Ya'ni demak men mush hadisga asosan shu vahiyniki o'zi qanday holat keladi ekan nayt ig'ir. Unda mundaq kipli mundaq nima emas. Hozir gapni anglasak biz shundoq bir gapni anglab uxlab qolamiz neymiz. Ya'ni demak bu vahiy tushgan vaqtimizda emgak qilgandek nayt qattiq mushtoq bir holat tuyuldi kelgan. Anidiki çünkü nima uchun? Çünkü vahiy degan bu bütün kainatni meni yaratgan meni ilohniki bir so'zi. Söz bo'lgandan keyin buniki rasmiy hamma tarafdan nima va uniki vazni va hem bu nima ham katta ulug' bir narsa bo'lgan. Hem ruhiy tarafdan bo'lgan narsa. Bu payg'ambar nima? Jasad, jism, badan yani. Bunda o'g'aniki bu yerga rasmiy u ta'sir qilishi, u shunday kecha ta'sir qiladi buningda. Ta'sir qilgandan keyin bu nima bo'ldi işte payg'ambar alayhissalomniki men ashundaq meni talab, ashundaq nayt ig'ir tuyulib ashundaq qilishligi sababi chu meni mushu bo'lgan bo'ldi endi. Men tafassat deydi o'ylani vahiy mushtaq nima qildi ekan, keldi ekan. Men mushu kelganligi o'zini, men sahobalarniki o'zi bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollari buni shohid bo'lgan. Bu alayt nima bu? E'tibor va ham hurmati va men shunga musulmon bo'lgan odamniki o'zi payg'ambar alayhissalomga uning oldida ashaddiy dushman bo'lsa, uningdagi shundoq musulmon bo'lgani payg'ambar huzurida bo'lgandan keyin uniki payg'ambar salomniki yüz jamoatni ko'rgandan keyin avtomatikada butun burunki kofirlik va o'shmanlik adovat hammasi jo'yilib, uniki o'rniga meni iymondan iborat bo'lgan, men bu nur kirgandan keyin avtomatikada butunlay uni hammasi sirqib chiqarib, uni vujudiga xato narsani o'zidan yangidan bir odam akirib, o adamın özü onundaki İslam diniga xizmat qilgan aktiv mush odat akirishlik sababi men ular nima qilgan payg'ambar sallamning huzurichi bo'lgan. Payg'ambar sallamning yuz majlisi bo'lgan ham ko'rgan. Shunga sahobalarningki mang'an etiniki top chang tuzanga mena keyingi tabiinlar hech qanday barobarchi kelmaydi degan olimlarmichu bor. Çünkü sahabe deganniki sahabe bo'lishi favqulodda Allohniki ularga bergan nemisi o in'omi. Meni ashu vahiy tushdi, vahiy tushganligi uni ko'rdi payg'ambar sallam birinchi bo'lib meni u payg'ambar sallam ularga og'zida men ularga nima qilib berdi uniki o'zidan meni debchu berdi. Buni shohid bo'lsak bu alohida nima ta'sir qiladi zodi. Shunga Kur'an'nınki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki yine 1200 yıldaki okup yine neçe milyon adamların kalbini eritip ben şu
Aşı yolda o'zidagi jon va butun narsa kerakniki hammani beraman deb o'latirishi jafolik qaramay, men mushniki taraqqiyot uchun harakat qilaman deganning sababicha men mushundaq nima hayot kuchga ega bo'lgan bir nima vahiy. Endi ba'zi odam hayot kuchga ega bo'lmaydi. Qur'on o'qib ketadi, atiz oqshimi. O to'g'ri, o ibodat. Lekin uning ichidagi mazmunga u odam rasmiy ta'sir qilishi bor. Uning uchun shu Qur'oni Karimni o'qigan vaqtida ma'nosini bilib, oldirmay tafakkur qilib o'qishga alaydi. Shunga buni qarab, shu Qur'on o'qigan odamniki Alloh taolo beradigan savobi bir-birini qilmaydi, o'xshamaydi. Ba'zi odamlar faqat lafzini o'qiydigan, nihoyat tas ikki zodi uni yetis asosan Alloh savob berdi. Men bu odam o'qigan bir odam uniki ma'nosini bilib, yüz arab bo'lsa deydi, uni tushunib, ya'ni pusatini biladigan, oldirmay tafakkur, rasmiy shu odat, uni ruhli odatga akirib, bunda odat o'qigan odam jazman o'xshamaydi. Şoňa Peýgamber Qur'an okugan wagtynda bütkül wujudi, sözi, bütkül näsler anlap, anyky resmi düşürüp müştahnim kıldy. Bir näse şundaq qoşsak avtomatik onu başka bir adat şudoqla, ana şundaq başka adat ekwatkandek Peýgamber Aleyhissalatu wassalamny şundaq sahabynyň üzüne açtaq adat ekwatdy. Bizgi şundaq kıldy. Bizim şundaq adati bolsa, men bizim şu açtaq çok bolymyz. Endi ikinci hadisninki üzüne mene bu vaqtlarda hozir mene tugatgan boldik. Endi 3-nji hadisni okuysak, bu 3-nji hadis jihol ekan. Endi bu hadis bilan bu babniki munosabatini oldidan dedik. Ya'ni ba'zi olimlar bu hadisniki o'zi kelish vahiyni kelishi, ham vahiy qilingan zot bo'lgan payg'ambar sallamga qanday qo'shilgan gap bor ekan buningda. Bu yer babniki o'zi vahiyniki başlanışı tutsa bu qanday munosabat olur deb ba'zi olimlar aytadi degan men bu aytdik. Endi onun da yani o yerdagi bad'iniki o'zi başlanış emas, başlanışdimi o'z chiqqan umumiy bir ma'nini iroda qilib ishlatigan bir odat bor kelma Buxoriyning. Men keyingi bablarda keldi bad'ul hayzi, uningdan bad'ul nima deb, endi jik narsa shunday başlanış emas, hamma narsaning ustida to'xtaldi. Ya'ni bu hadisni qarab bu yer başlanış emas, vahiyga aloqador bo'lgan, men bütün sifatlar, vahiy qilingan odamga vahiy qilingan odam kim u? Va ilay payg'ambar sallam. Endi payg'ambar sallam qanday bo'ldi degan buni keltirganligi demak, başlanış degan gapniki o'zidan bu yer zuhur, ya'ni oshkor bo'lish, ya'ni paydo bo'lish, qanday paydo bo'lganning o'zi, ana lekin ana ashtaq keldi, uniki paydo bo'lgani payg'ambar sallam keldi, payg'ambar sallam qanday bo'ldi deganga buni ko'zlab asos qilib keltirdi deymiz. Bunun asası anladaki mahiyetindeki men bu babniki o'ziga men munosib bo'lishniki aloqasi ol chetlik qilishning sababi cho men mushu bo'ldi endi. Ya'ni demak bizniki buni chiqargan hamda hukm va darsimiz bizga kelgan Qur'oni Karim, qo'limizga Qur'oni Karim, shunida biz o'qigan va o'qimoqchi bo'lgan sunnat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mushtaqchi keldi. Endi sünnet nemedeki işte vahiyince gayrimetlu hadis. Bunun da neme yok kandak keldiğin yani ilham emimiz alim keldiğin adam buludu. Yani şu arkalık peygamber anında şu kelmek. Bu yerde vahiy divatlık fakat Kur'an-ı Kerim'ninki üstü doludu. Anda o andakin her iş kedisi yani demek o peygamber sallamda kelgen neme o vahiy. Dep nem kılımız vahiyinki kelişi benim bu şu bir hadis kasasa yani bir kanca hadisi var 6 tane. Bu hadisi her ceryanına müştah deydi. Benim müştah çok kelgen. Men muşu kelganligini o'zini kim ko'rib kelmas bir qancha odam aynan shu maydonda bor. U Qur'onni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qigan vaqti o'zida endi tushib bo'lgandan keyin ashunaq bir qancha odamlar ko'rdi. Ko'rgandan keyin shunga bu Qur'onni ana atrofidagi eng oz bir qancha odam. Ya'ni o odamning o'zi shu. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni o'qib bo'lgandan keyin yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam anlatadigan gap, ya'ni ular namozda va hokazo o'qigan gap, ya'ni Qur'oni Karimniki o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan anlagan kishilarniki o'zi mutawatir. Şun bunun hiç qana bir adam gap qılamaydı. Bunu da yüzlep adamdaki üzün oxşaşla aşta çıqatqan oxşaş peygamberim anladım devatqan deyken hem peygamberim aşta kögen deyken şuna bu aytdiki üstüde hiç qana bir adam guman qılamaydı. Ama kafir bu Muhammed'in ağzı çıqqandaki bu söz. Onda o aniki adamın sözü o vahim Allah'ın sözü emas. Deydigan men bunda bir nima var ama onundan başqaları hemmisi buna nima qiladi? Zade bunu uchun itqatçı qiladi. Zade mushtaqchi nim bo'lgan deb men mushtaq nim qilgan gap bunaga e'tiqodchi qildigan gap. Ya'ni bizning qo'limizga kelgan meni vahiylarniki o'zi mushtaq bir shaklda kelgan. Mushtaq kelib shu Qur'oni Karim sahabada kelgan, sahabadan necha 100 sahaba men 110 ming deymiz. O
va uniki balları, unidagi shogirdlik tabiin bor, necha million odam anglab, hammasi o'qib, "Voy" deb ko'nglimiz kelgan, mushtaq kelgan bu mutawatir shaklda, buni hech qanday gumon yo'q. Buni bir adam qo'shib qo'ydimiki, ayvatdimiki, yo undoq mundaqmi deydigan. Men bunga asosan meni shialarniki ba'zi firqalari bor. Qur'onda mandaq so'rayapti, uni iptashayotgan, mandaqkan, andaqkan deb. Bu nima u? Tüptün iftira, yani qarşı çaplaşdan ibaret olan bu tarihi ahvallarını bilmeyen men muşdak kişilerdeki nemisi o köz karşı deyimiz hem de. Ve için mundaq hem de. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.